ikkinchi tizim to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, masalan, qafas baliqchiligida eng kichkina 6 ga 6 deb oladigan bo'lsak, o'sha temirdan yasaladigan bo'lsa, profildan, masalan, butun hammasi bitishi uchun bu yerda 15 million ketadi. Bitta qafasga. Plus balig'i endi so'q suv balig'i bo'lishi mumkin, issiq suv balig'i bo'lishi mumkin. Endi karp deb oladigan bo'lsak, karp chavog'iga masalan 3000 deb oladigan bo'lsak, где-то 30, даже 4000 ga ham aylanadi. Masalan, 100 grammli baliq oladigan bo'lsak, 40 ming, 50 minggacha ko'tarilib ketdi-yu chavoqlari. 4000 deb oladigan bo'lsak, 3000 tasiga masalan 10 million xarajat ketadi bu baliq chavog'iga. 15-25 million bo'ldi. Endi yemi xuddi shunaqa bir 60-70% xarajatni o'sha yemiga ketadi. Bu yerda o'zimizda mahalliy yemlar bor yoki o'sha chetdan kelayotgan yemlar bor. Mahalliy yemlar nisbatan arzonroq, o'zimizda mahalliy xomashyodan bo'lganligi uchun chetdan kelayotganlar nisbatan qimmatroq. Endi bu yerda shu qaysi yem bilan boqsam qancha foyda qilaman degan savol turadi-da. Agar chetda yem bilan boqadigan bo'lsa, baliq tan narxi oshib ketadi. Bizning baliqlarimizni tan narxi uni vazndan kelib chiqadi. Qancha baliq katta bo'lgan sari shuncha qimmatroq hisoblanadi. Qancha kichkina bo'lsa arzonroq. Masalan, 1 kilolik karp baliqlari hozirgi kunda 35-40 ming atrofida. 2 kiloliklari masalan 50 ming, 3 kiloliklari 60 ming, 70 ming. Demak, ani boshlovchi shuni o'ylash kerak. Qanday baliq qilaman? Qancha vaqt bor unda? Bizda bilamizki, mana martdan boshlab to noyabrgacha baliq karp baliqlari oziqlanadi. O'sha paytda o'sha necha grammli baliq tashasam, necha kilolik qila olaman. 100 grammli tashasam masalan, agar yaxshi yemlar bilan boqilsa 2 kilo qilish mumkin. Masalan. Mahalliy yem deysiz, o'zimizniki deysiz, uni nima farqi bor? Sifatidami? Sifatida buni oziqaviy koeffitsient deyiladi. Yemni ko'rsatkichi. O'sha yemdan baliq necha kilo yesa, necha kiloga o'sadi. O'sha oziqaviy koeffitsient deyiladi. Masalan, 1,5 kilo yesa, demak oziqaviy koeffitsiyenti 1,5 deyiladi. Chetdan kelayotgan yemlarning o'sha oziqaviy koeffitsiyenti juda past. 1,5. 1 gacha ham boradi. Masalan, forel baliqlarniki 1ligi ham bor. 1 kilo yesa, baliq 1 kilo o'sadi. O'sha butun boqish vaqtida 1 yil mobaynida masalan. O'shanga qarab baliq tan narxi ham belgilanadi. Olib kelib qo'ydik, baliq yaxshi o'smay qoldi. Baliq 1 kilo bo'lib qoldi. Lekin yaxshi yem bilan boqilgan. Bu yerda baliq tan narxi past bo'lganligi uchun, lekin qimmat yem bo'lganligi uchun oqlamaydi o'zi. Oqlamaydi. Shu yerda mana fikrlash kerak edi. Bozor o'rganadi baliq narxini. Qaysi yem bilan boqish tanlanadi. Bu yerda ko'r-ko'rona qolgan yemdan olib boqayotganlar ham bor. Tajribadan o'tmagan masalan. Ular endi o'sha ziyon qiladi. Zararga. 1 yil o'rganadi degani. Keyin so'raydi. Qanaqa yem bilan kim boqyapti, qanaqa o'syapti. Izlanadi. Baribir o'sha yem mutaxassislari kelib taqaladi-da. Yo'g'ini elar ekan, ancha ustalar bu yog'iga. Rahmat. Nodir aka, yaxshi gaplar bo'ldi. O'zi savolni sal o'zgartirsak, menimcha boshqacharoq bersak ham yaxshi bo'ladi. Baliqchilikda agar kirmoqchi bo'lgan yosh baliqchilarimiz qanday nimadan maydonda baliq yetishtirsa samaraliroq degan savol qo'yganimizda menimcha to'g'riroq bo'lar edi. Eng kamida qanday maydonda boshlasa, ya'ni ketkazgan umriga, vaqtiga arziydi. O'shanga yarasha budjet ham qilish kerak bo'ladi albatta kapital. Men o'zimning tajribamdan aytaman. Hozirgi kunda agar bir inson umrida bir inson bir umr, misol 1 yil, bir mavsum uzun umr sarflaganga yarasha shunga yarasha mehnatini, rohatini olish kerak. Ya'ni bitta basseyn qilsa, misol 5 kun basseyn qilib olib, uni ustida o'tirib, butun umrini o'tkazib, 1 yil umrini o'tkazdirib, undan xarajatiga ham kunlik oylik ro'zg'or xarajatiga yetmaydigan daromad olishi bu menimcha o'zining umriga zomin bo'ladi. Eng yaxshi variant deyman, endi bu amaliyotda o'tgani 40 sotik maydonga hozir O'zbekistonda asosiy yo'nalish qaysi? Xaridorgir baliq. Bu menimcha sazan, ya'ni karpam deymiz. Mahalliy tilda sazan. 40 sotik maydondan boshlagan yaxshiroq va samaraliroq. Ya'ni ketkizgan vaqtiga, sarflagan xarajatlariga, ishchilarini qoplaydi. Bu amaliyotda o'tgan. Hozirgi kunda mana bizda eng ommabop usul bu yarim intensiv. Intensiv, super intensivga juda katta risk va mutaxassis kerak bo'ladi. Bunga hali to'g'risini aytish kerak, hamma ham tayyor emas. Ayniqsa yangi kirmoqchi bo'lgan baliqchilar. Lekin yarim intensivda ishlasin. 40 sotik maydonga misol 4000 sazan tashlasa bo'ladi. 4000 sazanni menimcha bemalol qiyinchiliklarsiz, risklardan sal yengilroq risklar bilan boqsa bo'ladi.
500 ta tassig'i balig'ini va bir 100 ta pyostri balig'ini solib bemalol boqsa, mana shu yerdan men sizga umumiy aytaman, haligi kuzatuvchiga ham vaqtini ko'p o'g'irlamaylik. Shu maydonda misol 1 yil mobaynida qilgan xarajatlardan tashqari chiroyli ishlasa, ustozi albatta ustozi ko'magi bilan ishlasa, 100 million daromad oladi. 100 million daromad olsa bo'ladi. Bu amaliyotda bor. Faqat u 100 million daromad olish uchun albatta bitta yaxshi ustoz kerak, hech bo'lmasa bir 5 yillik shu yo'lni bosib o'tgan bir baliqchini ushlash kerak bo'ladi. Shunchaki kirib bu 100 millionni olib keta olmaydi. Har bir sohada ham shunday. Undan ko'ra mana ko'p ustozlar bor, umrini shu sohada o'tkazdirdi. Shart emas bizga o'xshab 5 yil 6 yil umrini baliqchilikda bekor o'tkazdirib, undan ko'ra shu yaxshi tajribasi bor ustoz baliqchilar ushlab, shular ko'magi bilan agar ishlasa, men o'ylayman, Qirg'izsotiy maydonidan bitta oilani 1 yillik xarajatini qoplaydigan va nimagadir to'yi bor, hashlari bor, bolalarini o'qishi bor, shunga yetadigan mablag'ni orttirsa bo'ladi. Yana bir narsani hisobga olish kerak. Bundan buyog'i baliqchilik rivojlanyapti, ya'ni baliq yetishtirish ortib boryapti. Bu 2020-yilga konkurensiya ko'paygandan keyin rivojlangan davlatlarda daromad olish foizi past tushib boradi. Biz rivojlanayotgan davlatmiz, bizda mana shu narsa уже ko'zga tashlanyapti. Har bitta sohada foyda ko'rish koeffitsiyenti pasayib boryapti. Bu tabiiy holat. Biz shunga tayyor bo'lishimiz kerak. Chet ellarda misol uchun 10%, 15% foydaga rozi. Demak, biz o'shanga yetib boramiz qachondir. Sinib qolmaslik uchun hozirda O'zbekistonning kelajagi menimcha intensiv, yarim intensiv baliqchilik. Qisqarishi mumkin. Suv muammosi ortadi. Bu yoq endi Allohning qo'lidagi ishlar. Hozirgi kundagi eng katta muammomiz suvda endi. Baliq suv bilan. Demak, bizda sharoit faqat qiyinlashib boradi. Sharoitga moslashimiz kerak. Joyimiz bu kichayib borishi bu aniq masala. Demak, biz kichikroq joydan ko'proq massani yetishtirishimiz kerak. Bu dunyo tajribasi, misol Vyetnam, Indoneziya, Xitoy shu 50 sutli joylardan 20 tonna, 30 tonna hosil olishyapti. Balki 50 tonna ham olishayotgani bor. Faqat shu bilim, texnologiya joriy qilish, raqobatga turib berish, endi bundan buyog'i kimdir qo'rqitmoqchi emasmiz, lekin shunga tayyor bo'lib kirish kerak. Raqobatga tayyor bo'lib, ilmi bor odam raqobat qila oladi. O'ylayman, doimiy o'rganish bo'lsa sohani ichida ham Shunday. risklar ham kamroq bo'ladi. Men tavsiya qilardim yangi baliqchilik boshlamoqchi bo'lgan baliqchilarga, O'zbekistonda asosiy yeyilayotgan baliq bu sazan. 80%, 70% atrofida O'zbekiston aholisi sazanni sevib iste'mol qiladi. Demak, xaridorgir baliq. Sotishiga qiynalmaydi, boqish osonroq, riski kamroq, haligi xatolar kechiradigan baliqda. Misol forel juda chistoplotniy, toza baliqda, uncha xatoni kechirmaydi. Xatoni albatta jazosi bo'ladi. Bu sazan o'zimizga o'xshab kechirimlida. Bir ikkita xatoni kechirishi mumkin va yosh baliqchi qiynalmaydi. Men misol sazan yetishtiruvchi bo'lib turib, hozir forelga kirishga qo'rqaman. Chunki uni yo'nalishi boshqa masalada, risklari baland, juda bir haligi o'zini yaxshi ko'radigan baliq, yaxshi e'tibor talab qiladi. U narsa menimcha meni qo'rqitadi to'g'risi. Lekin bu joyda yana qo'shimcha qilamanki, forel balig'i jahon balig'i. Ya'ni uni biz ichki bozordan ham tashqi bozorga eksportini ham ko'ryapmiz. O'sha bir nechta xo'jaliklar hozirda Rossiya bozoriga eksportlarni yo'lga qo'ygan, juda katta miqdorda va u bozorlarda talab hali juda yuqori. Lekin albatta aytganingizdek uni riski ham juda katta. Buni hamma baliqchi ham sразу darrov eksportga yo'naltirishi qiyin. Buni ustidan juda mashaqqatli ishlar yo'lga qo'yilgan. 7 yil, 8 yil, 10 yil bu ichida yurilgan, oson narsa emas. Lekin qilish mumkin, imkoniyatlar bor. Oldingi nisbatan hozir osonroq, chunki yo'l o'sha bosib o'tilgan. Bu narsa qilinyapti, amalga oshirilyapti va ichki bozorimiz bu bitta narsa, ya'ni buni rivojlantirishga harakat qilyapmiz, lekin tashqi bozorimiz ham katta. Albatta aytganingizdek, bitta tashqi bozorda endi uni foydasi pastroq bo'lishi mumkin, lekin miqdorni hisobiga, hajmni hisobiga qiynalmasdan aytaylik 20 tonna baliqni bugun hozir eksport qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Buning uchun albatta bir nechta etaplardan o'tish kerak bo'ladi. Ruxsatnomalar bo'lishi kerak, qayta ishlash sexlari bo'lishi kerak. Buni yoki o'zingiz qurishingiz mumkin, bunga ham xarajat qilasiz. Yoki-da tayyor eksportni yo'lga qo'yib, eksport qilayotgan baliqchilar, tadbirkorlar bilan birgalikda hamkorlik qilishingiz mumkin. Lekin bu standartga bog'liq.
ular albatta muhim standartni belgilaydi va bu standartga mos siz mahsulotingizni berishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa bilan shug'ullanib kelinyapti. O'sha aytganingizdek Fishville Farel xo'jaligi Namangan viloyatidagi aynan shu yo'nalishda o'z ishlarini ham olib boryaptilar. Tomorqachilik yo'nalishida ham yordam bo'lyapti. Mana bugun restoranlarning ochilishi ko'zda tutilgan. Bu ham bitta katta yutuqlardan bittasi va katta namuna sifatida juda muhim qadamlarni yo'lga qo'yganlar. Albatta bilim olish uchun xo'jaliklarga borib, o'rganib, ma'lumotlarni olib va shu bilan birgalikda Elyor aka juda to'g'ri gapirdingiz. Kerak bo'lsa baliqchi bo'lib ishda ishlash kerak. Bu narsa imkoniyati bor, tekinga bilim olib, chuqur ma'lumotlarni olganingizdan keyin mana eksport ham katta bozor. Biz hozir Rossiya bozori haqida gapiryapmiz. Bu tarafda Xitoy juda katta iste'molchi. Yevropa bozorlari, etga kirish oson emas, lekin kirish imkoniyati bor, talablar katta. Bizni baliqlarimizni qaysidir joyda Qozog'iston sotib olib, Qozog'iston orqali eksportga Yevropaga ketyapti yoki Turkiya orqali Yevropaga eksportga ketayotgan joylari bor. Ya'ni o'zimizning mahsulotlarni va shu narsalarni o'zimiz yo'lga qo'yish imkoniyatimiz bor, lekin bunga harakat qilishimiz kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib. Shu yerda bitta savol tug'iladi. O'zbekiston endi odatda issiq iqlimli davlat sifatida qaraladi. Markaziy Osiyoning o'rtasida joylashgan. Endi sovuq suv baliqchiligi qanchalik imkoniyatlarga ega? O'zimizning baliqchilik sektorimizda necha foiz ulushini egallashi mumkin agar rivojlantirsa? Yaxshi savol. Biz endi o'zimizni suv imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda qilamiz. Sovuq suv baliqchiligi yoki yer osti suvi bilan bo'lishi mumkin, yokida tog'li hududlarda kelgan suvlar bilan bo'lishi mumkin, yokida hozir juda katta muhokamalarga borayotgan qish paytida baliqlarni boqish haqida gap ketyapti. Ya'ni bilamiz, sazan baliqlari issiq suv sevar. Shu uchun chegaralangan, yetishtirish chegaralangan, ya'ni qishlash paytlari bo'ladi. Mart oyidan agar noyabrlargacha baliq boqiladi deb qaraydigan bo'lsak, hozir suv omborlarida, havzalarda qaysidir joyda farel tashlab ko'rish imkoniyati bormikan? O'sha yarim yil yokida 3 oy, 4 oy ichida baliq yetishtirsa bo'ladimi? Bu haqida ham gaplar ketyapti va sinovlar ham o'tkazilyapti. Nodir aka, siz o'zingiz boshingizdan o'tkazgansiz bu narsani, amaliy qilgansiz bu narsani. Menimcha chuqurroq gapirib bera olasiz, lekin aytmoqchimanki, savolingizga javob, imkoniyatlari ko'p. Qilish mumkin, intensiv qilish mumkin. Bu uchun albatta texnologiyalar, chet el texnologiyalarini olib kelib qilishimiz kerak. Chunki baliq uchun eng muhim narsa nima? Suv muhim, harorat muhim, kislorod juda muhim. Shu narsani agar amalga bera oladigan bo'lsak, xudo xolisa, va yem muhim. To'g'ri yemda boqish. 4 ta asosiy bizlarning ko'rsatkichlarimiz, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Shularni agar to'g'ri yo'lga qo'ya oladigan bo'lsak, albatta imkoniyatlarni kengaytirishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston shunaqa joyda joylashganki, u yerda ham sovuq suv baliqchiligi, ham issiq suv baliqchiligi, ham tropik baliqlarni yetishtirish mumkin. Mana sovuq suv manbalari bor bo'lgan regionlarimiz ham bor. O'sha vodiy taraflar, ya'ni yer osti suvlardan ishlaydigan bo'lsak, butun respublikada yer osti suvlari bor. Iliq suv baliqchilariga asosan hovuz baliqchiligi azaldan yetilib kelgan. Endi tropik baliqlar ham mana yomon emas, hali ham yetishtirilib kelinyapti. Afrika laqqasi masalan. Faqat qish paytida ushlab turiladi, yopiq sharoitda, yoz paytida yana tashqarida hovuzlarda boqish mumkin. Demak, bizning imkoniyatlarimiz ham sovuq suv baliqlar, iliq suv baliq hammasiga imkoniyatlar yetarli. Faqat endi shundan oqilona foydalanish masalasi. Boya aytdim-ku, suv manbasi qanaqa yetarlimi yo'qmi? O'zbekistonda shunaqa suv manbasi borki, butun aholiga yetadigan darajada, даже eksport qiladigan darajada baliq yetishtirish imkoniyatiga egamiz. Hozir o'zimizning respublikamiz aholi sonini hisoblab chiqadigan bo'lsak, o'shanga 850 ming tonna baliq yetishtirishimiz kerak. Ayni paytda hozir 350 ming tonna yetishtirilyapti. Defitsit bor. Buni qoplab, mana bu imkoniyatlardan foydalanib, sovuq suv baliqchiligi, karp, intensiv tizimga o'tish, o'sha 850 dan ham oshib ketishimiz mumkin. Bunga imkoniyatimiz bor. O'sha suv taqchil paytda o'zida shunaqa imkoniyatlarimiz bor. Albatta, ya'ni katta misollardan, misol uchun sovuq suvni, ya'ni issiq o'lkalarda ham yetishtirayotganlar bor-da. Misol uchun Saudiya Arabiston deymizmi yoki Birlashgan Arab Amirligi. Bu yerda ham nafaqat sovuq suv baliqchiligi, imенно sho'r suv
baliqchiligiga ham boqayotganlar bor. Ya'ni bu o'sha lososmonlar oilasiga lososlarni o'zi ham yetishtirilayotgan. Albatta bu texnologiya katta xarajatlarni talab qiladi, lekin imkoniyatlarimiz bor va menimcha bu texnologiyalar qaysidir etapda bizni bozorimizga ham kirib keladi. Hozirda endi amaliy ishlar qilinyapti, lekin hali ommaga taqdim etilmagan, ya'ni ommaviy bu narsani yo'lga qo'yishimiz biz uchun hozir ozgina qimmatli qiladi. Xarajat nuqtai nazaridan. Shu uchun kelajagi lekin bor texnologiyalarning bittasi. Ya'ni suvni tejamkorligini, imkoniyatlarini qarab, o'sha kerakli haroratda, kerakli ko'rsatishda yil bo'yi 12 oy bir xil haroratda boqish imkoniyatlarimiz bor. Bu texnologiyalar ham xudo xolisa kirib keladi. Mana tajriba xatolar ustida gapirdik. Ko'proq qanaqa xatolar qilishadi? Nimalarni e'tibordan qochirishadi? Menimcha sifra, ya'ni raqamlar bilan ko'proq entuziazm. Misol uchun bizda mana men bu soha zo'r ketyapti ekan, shu narsani qilishim kerak deb ko'r-ko'rona o'sha ustozni ko'rmasdan yokida internet manbalardan o'rganib olib, yuzaki qarab ishi boshlab olgani. Yokida uni ertaga qanday qiyinchiliklar bor, o'sha boshlab olsam keyin bu yoqni hal qilaverman-u, ish jarayonida to'g'rilamoqlar amallasam bo'ladi degan bizda tavakkalchiligimiz yuqori. Biz tavakkalchilik bilan qilamiz. Juda zo'r. Misol uchun o'zimizning xalqimizni bu narsani yaxshi ko'raman. Qo'rqish yo'q. Olg'a boramiz. Boskin deydi. Bosa, bo'ldi, nima qilasan? Odam qilyapti, qiladi. Haqiqatan ham shunaqa, lekin ozgina nima deydi, o'zimizga ishonchimiz zo'r bo'lgan taqdirda ham shu bilimlar bilan birgalikda qilsak, menimcha juda ключевой masalada, ya'ni juda e'tiborli jihati menimcha shu bo'lsa kerak. Eng muhimi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, menga ham ko'p telefon qilishadi, masalan. Telefon qiladi. Hovuz tayyor, ko'plab qo'ygan. Sharoitlar qilib qo'ygan. Qanaqa baliq tashiyman? Qanaqa hovuz qilding? Suvni harorati qanaqa desa, shuni o'lchash kerakmi deydi. Suvni haroratini kelib yoki hovuzni qanaqa qilish kerakligidan boshlab xato qilish boshlashadi. Demak, boshidan o'sha mutaxassisga murojaat qilsa, xatolarni imkon darajada kamaytirib yuboradi. Bu tavakkalchiligi aytdilar buni. Bosaveradi, hammasini qilib qo'yadi. Hovuz kerakmi? Mana hovuz. Qo'llanadi. Suv olib keladi. Endi qanaqa nima qilaman endi? Keyin boshlaydi o'ylashi, xato qilish birinchi boshlaganida, ish boshlaganda xato qilish boshlaydi. O'zingizlarning tajribalarda qanaqa xatolar bo'lgan? Juda ko'p. Mana Elyor akam gapirib berdilar o'zlarining xatolari. Bizda ham, bizning ishimizda ham juda katta xatolar bor. Biz ham tavakkalchilik qilib, qaysidir joyda bilim izlaymiz, lekin bilim ola olmagan joylarimiz bor. Mana o'sha haqiqatdan ham kim bizga yordam bera oladi shu narsani deganimizda topa olmaganmiz shu odamlarni. Bilim yo'qligi, ilmsizlik juda katta bizga to'siq bo'lgan. Shu uchun bilim beradigan mutaxassis ham menimcha bo'lmaganda. Albatta, bu narsani biz o'sha chet ellardan o'rganib kelganmiz yoki mana qo'shni davlatlardan mutaxassislarni olib kelishga majbur bo'lgan. Ishni o'sha jarayonlarni o'sha kirib bo'lganmiz. Juda to'g'ri aytdilar. Proyekt asosida, chizmalar asosida hovuzlarni qurib qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin u loyihani qilgan odam bular baliqchilar emas baribir ham. Bu muammolarni orqasidan mana hozirgacha ham qiyinchiliklar kelyapti. Shu uchun biror narsani boshlayotganda albatta loyihalashtirib, juda to'g'ri boshidan to'g'ri agar loyihani qiladigan bo'lsangiz, bu sizni baliqlaringizni tabiiy holatda saqlab qolishiga olib keladi. Yoki xarajatingizni yuqori darajada olib kelishi mumkin. Ya'ni bu sizga qo'shimcha suvingizni almashinuv muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni suv tanqisligi bo'lgan paytida siz bilamiz, mana shuncha suv kerak, aytaylik, boya hisobladik, 50 kub suv haqida gapirdik, to'g'rimi? O'sha 50 kub suvni sizga balkim undan ko'proq suv xarajati kerak bo'lishi mumkin. U elektr energiyaga yoki baseyningiz ifloslanishi mumkin. Baliq iste'mol qilgandan keyin o'zidan keyin albatta chiqindilar chiqarishni boshlaydi. Agar sistemangiz to'g'ri bo'lmasa, bu tabiiy holatda tozalanish, basenni tozalanishi yoki hovuzlarning tozalanishi bo'lmaydi. Bu qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Ya'ni
uni tozalashimiz kerak, o'zimiz tushib turib basseynga tozalashimiz mumkin bo'ladi, kerak bo'lib qoladi. Bu holatda baliqlarga stress bo'ladi, baliqlar stress olsa o'sishdan sekin to'xtashni boshlaydi, ozuqaga kelmasligi mumkin. Bu o'zini ya'ni yo'qotishlari bor. Bu narsani siz doimiy ravishda qiladigan bo'lsangiz, 9 oyda boqishimiz kerak bo'lgan balig'imiz mana sizga уже 1 yilda chiqib kelishga to'g'ri keladi. Ya'ni 2 oy, 3 oy qattiqdir yo'qotamiz o'sishida. Yo'qotganimizdan keyin olgan daromadimiz ham biz 9 oyda olishimiz mumkin edi, endi 12 oy davomimiz. Ya'ni 1 oyga chaqadigan bo'lsak, yana xuddi shu raqamlar, hamma narsani misol uchun men o'ylaymanki, baliqchilikda raqamlar bilan hamma sohaga ham raqamlar bilan murojaat qilish kerak albatta. Kerakli shu yerda mana hamma mutaxassislar katta tajribaga ega, o'sha xatolarni birma-bir gapirsakda, o'sha kuzatuvchilar shu xatolarni qilmasin. Masalan, o'zimning tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, 2012-yilda o'sha birinchi qafas O'zbekistonda yo'q edi hali, o'sha Arnasoyga borib qafas qurib, o'sha suv sistemada boqish boshlaganmiz. Birinchi xatolar boshlangan o'sha paytda. Masalan, qafasni shunaqa o'rnatish kerakki, bu shamolga yaxshi turib berish kerak. Shuni hisobga olmaganmiz. Olagan bizga yoqqan joy yo'lga yaqini qo'yganmiz, lekin o'sha joyda ayniqsa uzoqdan keladigan bekobod shamol bo'lar ekan, u yerda ham shamol keladigan taraflarni hisobga olish kerak. Kuchli shamol kelib, shunaqa kuchliki, 1,5 metrgacha ko'tariladi to'lqin. Sadoklarni bizib chiqarib tashlagan. Demak, birinchi xato o'sha qafasni o'rnatayotgan joyda shamolni hisobga olish kerak. Ikkinchi xatomiz qayerda? O'sha paytda endi qarasak, suv o'tlari ko'p. Amur boqamiz deganmiz. Qafasda amur boqamiz 2012-yilda. Gaplashdik xo'jalikdan, endi amur shunaqa baliq ekanki, nozikroq baliq. Bu karpga o'xshagan chidamli emas, tajani transportirovkaga ham chidamsizroq ekan. Endi yo'l uzoq, bir 6 soat yurish kerak edi. Baliq ortilgan, olib kelganmiz, qafasga solganmiz, u o'sha yo'lni o'zida charchab qolgan baliq. U o'tda ushalgan, ko'lni o'zida turgan, masalan, yarim kun o'tda keyin ortilgan, shu baliq o'zi charchagan bo'lgan, olib keldi. Demak, baliqni tanlashda ham xato qilish mumkin ekan. Sog'lom, o'sha tez ovlangandan keyin qisqa vaqtda operativ harakat qilib olib kelib olish kerak. Charchatib qo'yib, uzoq vaqt saqlab qo'yib, ertasi kuni olib kelaman, turib tursin degan gap bu ham xato. O'sha olib kelgan baliqlarimiz hammasi o'lgan. Bu ham katta xato. O'sha orqasidan keyin amur sal to'xtatganmiz, nozikroq baliq bo'lgani uchun o'zimizga qulayroq, chidamli baliqqa o'tganmiz masalan. Karp bunga nisbatan ancha chidamli, necha soat bo'lsa ham kela oladi. Mana bu xato bo'lgan. Mana shunday xatolar qilmaslik uchun mana ko'proq gapirsak, masalan, qanaqa xatolar yana? Endi asosan hovuz baliqchiligida endi biz baliqchilar shug'ullanayotgan. Hovuz baliqchiligida juda ko'p xato birinchi hovuz qurishdan boshlanadi. Suv kirib chiqishlar, joylarni noto'g'ri qo'yishdan boshlanadi asosiy xatolar. Bu xatoni o'zi mavsum bo'yicha hosildorlikni samarasini bilmayman bir 30-40% kamaytirib yuboradi. Kasalliklar keltirib chiqaradi. Bu suv to'g'ri almashmagandan keyin o'z-o'zidan boyatib baliq yegan ozuqasidan o'zidan fekalniy отходlar chiqaradi. Organika chiqib boradi. Естественно, bu ammiak, azot, nitritlar oshib ketadi suvda. Bu baliqning o'sishiga juda qattiq ta'sir qiladi. Asosiy xatoimiz o'z qurishda boshlaymiz. Bosh xatoimiz o'sha qurishdan ketgan. O'zimizda ham xatolar bo'lgan. Buni sekin-sekin ichiga kirib, ustoz topganimizdan keyin to'g'riladik-ku. Keyin hozirgi kunda mana eng dolzarb masala hozir 2026-yilga yaxshi joriy qilindi shu muammo, ya'ni naslchilik masalasi. Naslchilik O'zbekistonda eng oqsab turgan soha. Bu har bitta yo'nalishda ham chorvachilikda naslchilik masalasi eng oqsayotgan yo'nalishimiz. Hozir shunga e'tibor qaratildi. Bu davlat miqyosida qaratilyapti. Zot to'g'ri tanlanmasa, bizda zot masalasi уже ancha yillardan bo'lib ketdi. To'g'ri zot tanlash masalasida ham baliqchilarimiz adashadi. O'zimiz ham adashamiz kerak bo'lsa. Bu ham baliqni o'sha o'sishda juda katta ahamiyatga ega. O'ylayman 26-yilda hozir yaxshi ishlar bo'ladi. Mana hozir subsidiya berilyapti. Chet eldan agar yaxshi zot olib kelinadigan bo'lsa, davlat 50% ni o'zi qoplab beradi xarajatlarni. Bu juda yaxshi rag'bat. Va bu urug'chilik masalasi havas qiladigan nima emas, juda mashaqqatli, og'ir. Bunaqa sohani menimcha patriot odam qiladi. Faqat daromad manbai emas, ishini yaxshi ko'radigan odam qiladi bu ishni. Juda qiyin soha urug'chilik masalasi. O'ylayman 2026-yilda bu masalaga menimcha yechim bo'lib qoladi. 26-yildan yechim boshlanadi. Asosiy baliqchilarimiz qo'yilayotgan xatosi yem berish vaqtini noto'g'ri tanlab qo'yish. Ko'pchilik menimcha qiziquvchilar ham o'ylaydi, baliq eksport kerakmi, suvda yashaydi deb o'ylaydi-da.
aslida eng katta kislorodni baliq talab qiladi. Baliqning yeyotgan ozuqasini ham hazm qilish uchun kislorod kerak. Kislorod bo'lmasa baliq uchun o'zi jamiki mavjudot kislorod bilan o'zi tirik aslida. Biz endi o'zimizning xalqda ham shu tushuncha bor. O'zimizga ham sohaga kirmasdan oldin baliqqa bu darajada kislorod ahamiyatga egaligini tushunmaganmiz. Sohaga kirgandan keyin bildik-ku. Ya'ni yem berish vaqtlarini o'sha kun chiqish bilan kun botishdan keyin berib qo'yishadi. Tong saharlab beradiganlar bor. Tong saharda baliq eng qiynalgan payti ko'p O'zbekistonda o'lim holatlari ham aynan shu tong saharda bo'ladi. Sababi shu kechasi bilan suv o'zidagi yiqqan kislorodni muhitga beradi. Ya'ni o'zi kislorod почти juda kritik zonada qoladi. Biz uni ustiga yana yem beramiz. Yem yegandan keyin albatta baliq kislorod talab qiladi. O'zi suvda kislorod past, yana yem beriladi. Buning oqibatida shu baliq o'lim holatlari kuzatiladi. Keyin haligi kechasi berib qo'yishadi shomdan keyin, kun botgandan keyin suvdagi kislorod o'zi asosan fotosintez hisobiga sodir bo'ladi. Nodir ham juda yaxshi biladi ilmli odam. Quyosh botgandan keyin ham yem berishadi kechga, ertalabgacha och qolmasin deb. Bu aynan shu ilmsizlik oqibatida bunaqa xatolar ko'p bo'lgan. Lekin hozirgi kunga kelib baliqchiligimiz aytaman ancha rivojlandi. 5 yilga solishtirganimizda juda zo'r rivojlandi. Bu yog'iga tayyor turishimiz kerak. Boya aytdingiz, O'zbekistonga hozir 850 ming tonna atrofida xos baliq kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bitta savol tug'iladi. 850 ming tonnani iste'mol qilish uchun xalq tayyormikan? Xalq xarid qobiliyati, hammani ham shu xarid qobiliyati o'sha 850 ming tonnaga chiqishimiz uchun birinchi navbatda xalqning xarid qobiliyatida, ya'ni daromad oshishi kerak-da. Hamma ham o'ziga baliq yeyishni nima qilish uchun, normani yeyish uchun uni xarid qobiliyati ko'tarilishi kerak. Yoki ikkinchi masala, baliq shu bizning xalqimizning xarid qobiliyatiga mos narxda bo'lishi kerak. Lekin bu aniq masala, kelajak 3 yil yog'ida menimcha baliq narxi yana ham tushadi. Raqobat kuchayyapti chunki tonnalar oshyapti. Baliq yetish ob'yom ko'tarilgandan keyin, ya'ni bozorda talab kam, taklif ko'p bo'lsa, bu o'z-o'zidan tushadi. Bu xalq uchun foyda deyman. Ya'ni daromad pastroq qatlam ham o'ziga baliq olib yeyishni nima qila oladi. Hozirgi kunda misol bu o'zi aslida qilinayotgan ishlar hammasi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Baliq mana shu kun kelib go'shtdan ancha arzon. Demak, ko'pchilik o'ziga buni nima qila oladi. Bu boshlanishi menimcha. Bundan buyog'iga shu baliq baliqlar narxlari tushib boradi. Lekin hali ham o'sha baliq yemayotganlar bor-da. Bor, qatlamlar borki, bu qishloqlar yashirilgan holat emas, bor bu narsa. Yetib bormayapti. Oldinlari lekin masalan esimda 80-yilda maktabda o'qib yurgan paytimizda o'sha maktab stolovsida o'sha sazan, karplarni pishirilgan o'sha mazasi qolganda hali ham esimda bo'lardi o'shalar. Har payshanba kuni maktabda baliq qo'yilardi. Hozir shunday masala yo'qda maktablarda. Endi bu yo'lni ham yo'liga solish kerak. Ishlab chiqarish oshgandan keyin raqobat kuchayadi. O'sha yetib bormaydigan joylargacha kirib boriladi. Shu butun qatlamni egallab olish. Bu yerda aytganingizdek to'g'ri, mahsulot ko'paysa narx tushadi. O'sha past qatlamda ham olish imkoniyati paydo bo'ladi.